Assalomu alaykum, o'rtoqlar, tuzumsizlar. Xo'sh, mana Jahon akam uylaridamiz, bizga ishonch bildirganlardan xursandmiz. Yana ishonchlarini oqlayverishga harakat qilamiz. Va endi aziz do'stlar, Max Clean firmasi, ya'ni kompaniyasi umuman u ishxona qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar xohlagan binoyingizda tashkilotmi, uymi birinchi o'rinda ozodalik turadi, tozalik turadi. O'shaning uchun mana hozir yangi uyimiz remont bo'ldi. Bitta endi uborka, общий kapitalniy uborka qilinyapti. Ximchiskalar bilan mana Max Clean xodimlarga rahmat. Mana biz ko'rdik ishlarini, zo'r bo'lgani uchun shularni tanladik va shularni chaqirdik. Hozir mana boshlashdi. Bular nafaqat uy, uborka, uyingizda mebel bormi, kafil, basseyn, любой xohlagan narsalarni ximchiska qilib, обработка qilib, sifatini yo'qotmasdan cho'tki qilib ketadigan odamlarga rahmat. Mebelingiz bormi, qandoq bo'lsa yengiligida o'shandaqligicha turadi. Hech qanaqa kachistasi buzilmaydi, top-toza qilib ketishadi. Mana ko'rdinglar, o'zlaridan eshitdinglar, xudo xolisa. Chunki mana uyimni mebellarini qilishgan edi, endi men bilsam umumiy uborka ham qilishar ekan. Ani kafillar, kraska tushib qolganmi, ani ayniqsa yangi uy bitirganlar, remont qilganlarga taalluqli juda chisti qilib ketishadi. Yana ishonchingizni oqlab berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Max Clean gap yo'q, zo'r bo'ldi.